Ukam aniqmi o'zi? Ya'ni yeb qo'ymaymanmi? Aka, men bu yukni har kuni 3 ta drayverga olib beraman, brat. 100% javob beraman, aka. Gapimga yetolmadi. 3 yildan beri shu liniyani qilamiz, aka. Qara lekin unda ham Akmalga bolalaringlar shunaqa yuk olib bergan o'xshamagandi-da. Ukam, senga ham, kompaniyangga ham, boshlig'aringga ham qo'ydim, korot, tushundingmi? Ukam, men senga aytdim boshida, aniqmi dedim. Bekordan-bekorga hozir 180 maylga meni jo'natding, ukam. Bekordan-bekor kelib ketyapman. Men Amerikaga sanlarni qo'lingda o'yinchoq bo'lgani kelmaganman-ku. Senga dispetcherlikni o'rgatgan ustozingning kallasiga. Okajon, ish qilib shunaqa narxga shu yuk aniqmi? Tushunasiz? Xudo xolasachi, bu safar uyaltirib qo'ymaymiz, aka. Sababi Lodops bilan integratsiya qilingani uchun har bitta olingan yukni brokerning o'zi avtomat riskini ham tekshirib beradi, pul to'la oladi, to'la olmaydi, fake broker hammasini avtomat tekshirib beradi. Shuni filtr qo'ygan har bitta filtrimiz orqali o'zi yuk topganda, shu bizning filtrimiz bilan tanlangan shu yuk bilan Xudo xolasa mana nechta kecha Anvar akaga olib berdik, 2-3 ta okalarga olib berdik, normalniy, okey, muammo bo'lmadi. Yo'q, unda zo'r ekan. Haftani shu, okey, ishoning, mana shu haftani boshlab olamiz, chorshanba kuni bilan keyin grossani yopib qo'yib o'tiribmiz, okey. Haftani boshlashga boshlab chorshanba kuni dam olamiz, okey, ishoning. Endi davrimiz kelibdi-yu.